Ha? Bu? Yuzadigan 50 metrga. Uzunligi 50 metr. Rezervuardan suv olib, ikkita rezervuar 10 tonnalik qo'yishib, suv olib, nasoslarni o'zligisiga yig'ishibdi. Mana bu baland bo'lib ketibdi. Rezervuardan suv ichib tursa yaxshi edi yoki rezervuar teparoqda bo'lsin dedim klientga. Ustiga men bu yurganda men bu uzun uchastka qilgandan ko'ra kollektorni sal tepaga ko'tarib, sraz ulab qo'yganingiz ham yaxshi edi dedim. Chunki hozir bu tegidan agar suv tortishiga to'g'ri kelib qolsa, uje fitosda ishlashni boshlaydi, ko'proq tok yeyishni boshlaydi faqatgina. Hop. Bundan tashqari har bittasiga filtr qo'yish shart emas, o'pchiga bitta katta diametr filtr qo'ygan yaxshi. Filtrni pastga qaratib qo'ygan yaxshi emas, yoniga qaratib qo'ygan yaxshi. Hozir buni tegib chiqish azob. Qiynaladi. Ertaga remont qilayotganda filtr tozalayman degan odam qiynaladi. Hop. Mana bu 25 talik turba ham uzun bo'lib ketibdi. O'sha yerdan 32 ga o'tib olsa ham bo'laveradi. Общий kollektorga ulashibdi. Datchik davleniyani 3 tasini qo'yishibdi-da. O'sha 3 ta datchik davleniyani qo'yish paytida bitta mana shu o'rtasiga qo'yib, bitta sharoy ekran qo'yib, qolganini traynik bilan qo'yib olsa ham zo'r. Hozir bu to'g'ri davleniya chiqadi, datchik davleniyaga uriladi. Agar havo povoli bo'lsa, shundan kirib olishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan to'g'ri urilaveradi, sal baribir noto'g'ri bo'laveradi. To'g'ri borayotganda sal baribir davleniya kattaroq bo'ladi. Agar mamutida tursa, srazi kelib urilmasa, to'shniroq o'lchaydi shunda. Keyin o'zi 3 ta datchik davleniya bitta joyda turib o'lchasa, to'chni o'lchaydi. Zatvor qo'yilmagan. Hozir biza mana bu sharoy ekranni remont qilmoqchi bo'lsak, bunda turba narxi ketgan 500 metr. 500 metr 150 talik turbadagi suvni to'kamizmi yerga remont qilmoqchi bo'lsak, hamda zatvorimiz bo'lsa, zatvor yopiladi. Misol uchun ham kranni hozir yoqsak, mamdan travit qilishni boshlasachi, mamdan suv qo'yib yuborishni boshlasachi, masalan, mamdan qo'yib yuborishni boshlasachi, buni remont qilish uchun nima qilamiz biz hozir? Обязательно qo'yish kerak. Misol uchun bir kun buldozer ishlayapti-yu, bunaqa bo'lmaydi, ekran yaxshi-ku, yaxshi lekin ko'za kunda emas, kunida sinadi. Boshqa joy anaqa yo'q. Nima deydi? Замечание. 1000 marta aytganman, mana bu filtr qiyshiq tursin deb. 1000 marta aytganman. Qo'yaring, o'zingiz tushmayapsiz. Nechi endi? Bunaqasiga tiqing, tushadi. 1000 marta aytganman, mana shu filtr pastga qarab turmasin deb. Ana. Mana shuni qiynalasizlar aytganman-da. Yecha olmayaptilar hozir filtrni. Hozir bu santexnik o'zlari qo'ygan santexnik yecha olmayaptilar. Agar biz buni yecha olmasak, biz bu alamimizni hammasini yig'amizda qimmatroq so'rab qo'yishimiz mumkin. To'g'rimi? Filtr kassay turishi kerak. Hozir siz xotiryapsiz, o'z tepaga ko'tarsangiz yechiladi o'zi. Asli. Yo'q. Tepaga ko'tarib ko'ring-chi bitta. Yo'q aka. Mana. Qotyapti-da. Endi pastga torting unda. Qotdi-ku hozir, demak yechilishi ham kerak. Nasosga tok ulayotganda bu tomonga ulash kerak. Bittasi bu tomonga o'tib qopti. Bu tomonda bo'lishi kerak. Bu tomonga ulash kerak emas buni. Har doim shu bo'sh tomoniga ulaymiz. Yaqinroq olib keling. Ko'rinyaptimi mana? O ichida yuribdi mana. Ko'rdingizmi? O o'ynab yuribdi. Mumkin emas, u tushib ketsa ichiga please. Mana. Tushib ketmoqchi hozir. Necha kilovatt olib ketyapmiz bunda? Necha kilovatt olib ketyapmiz bunda? 4000 kilovatt olib ketyapmiz, a? Bu nimasi endi? Havo chiqaradigan qo'yib qo'yibdilar. P-tochka-da mana. P-tochka havo chiqaradigan qo'yib qo'yibdilar. Yaxshi. Kalpeda nasoslaridan bajarib tushingni. Vodoснабжение. Bitta рабочий, bitta rezervniy mana. Настройка qo'yamiz hozir.
bitta vaqtdan boradigan joyi. Torpedalar. O narigi betda 4 ta villa bor. Sirkulyatsiya. Torpedalar. Tryoxxodovoylar. Villalar. Obyektda zo'ra. Necha ming kvadratga отопление qiziq? Kommentariyaga yozing. Sidona 600 ning asos obyektda pritochka ustanovkalariga ishlayapti mana. Bu axomi pritochkami? Rekuperator. Bu rekuperator bir ekanda o'zi ham bunda. Kattaligini qarang buni. Chuqurligi necha metr buni? 6 metr. Ha? 6 metr. Mamdan sakrasa pashti 1-2 metr. Mamurdan sakrasa necha metr? 5 metr. Anidan sakrasa 10 metr. Eng tepadagi 10. Undan keyin 7,5 bu 5. Narigisi 3,5, 3,5 bu 1,5. Ha, o'rtada 7,5 ham bu, narigi betda 7,5 ham bor ekan. Voy. Ham ko'rinishini o'zi qo'rqinchli ekan. Videoda yetkazib bera olmayapman. Katta obyektlarda kichik ko'ngilsizliklar ham bo'lib turadi deydi. Nima bo'ldi? Teshilibdimi? Ana bo'lmasa, setkaga tashlash kerak emas-da shuncha. Namini bitta buraya ko'rasiz, mana shu. Ya men buramayman. Rekka chiqasiz. Bu dunyo bo'yicha amaligi yo'q. Ichim o'tib ketyapti, qayta qoling, qo'ying. Shitizni borib yig'aman. Bu bitta. Mana shu, Dunyo bo'yicha amaligi yo'q. Men hozir chuqurligi necha metr edi borganingiz? 6 metr bu joy. 6 metr chuqurligi aniq. Hozir turgan joyingizdan necha metr? Joyimizdan 3 metr. Voy, 9 metr. Tushsiz majaq. Massiviy nagruzkasi 1,5 tonnadan 1,8 tonagacha. Mana shuning uchida 1,8 tonna tursa ham bo'ladi. Mana shu joydan zigibi 1,5 tonnadan 1,8 tonnagacha bu ichida beradi. Do'qiz bor ekan, lekin gap yo'q. Mana bu ikkinchi versiyasi. Bu mana bilan kilolarga o'ldirilsa, bu milligrammgacha bo'ladi. Ya'ni sportsmen suvda saqlanayotgan vaqtda qanchalik balandlikda sakrab turib, qanaqa manevr qilib suvga tushishini nazoratini olib beradigan bu ikkinchi versiyasi Duraflex'ning. Bu Duraflex'ga faqatgina dunyodagi shu Olimpiya komitetining FINA tashkiloti sertifikat beradi. Olimpiya o'yinlari o'tkazilayotgan vaqtda faqatgina mana shu FINA sertifikati bergani asosida shu tramplinlarni qo'yish mumkin. Пожаротушение qo'yilibdi. Kirishda bitta manometr bo'lsa yaxshi. Chiqishda manometr bor. Filtr diametri katta bo'lib, hamda o'xshaydi bo'lsa yaxshi edi. Chunki bu musulga to'lib qolsa ishlamay qolishi ehtimoli bor. Пожаротушениеga juda opasni. Keyin agar zator turgan bo'lsa, bu yerda yatta kirish bo'lishi kerak. Bu zator maktubda o'zi ham. Bu zator ham. Agar bu zator turgan bo'lsa, hamda unga ulangan bo'lishi kerak edi. Ulanmabdi. Mayli. Bitta upravlение. Mana hozir 4 ta nasos yoqib qo'yishibdi. Buni ham yoqsa mana. Basen nasoslari ishlatdik. Shuna turib turing. Bu sirkulyatsionniy nasoslarni shit upravleniyasi. metrga 20 metrli basen. Shuni suvini isityapmiz. Bu tomonda bu 6 metr chuqurlikdagi basen, pastda 6 metr.
u tepadan sakrasa cho'rgacha tushar ekanda. Ilariga deb yana nimadirlar. Tamam, серьезный. 2200 kuba suv. Suv ta'minotiga shunaqa yechimli kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.